Voy, nima bo'ldingiz? Voy, meni. Voy, bir ish bo'lmaganmi? Meni to'lang. Voy. Og'irlatandan bir ayirіңiz. Voy, og'irmamdiki. Su quyib og'ramdi deydi. Voy, men qasddan so'kmagandim. Voy, meni bir joy o'tag'iz urdi. Ojo, oy. Ojo, ko'zingiz qaylab haydimam siz ham mashinani. Voy, kechiring, men qasddan so'kmagan. Endi qana qilani? Ojo. Bek og'ir kitib boraman. Oy, oy. Oy. Oy, ojo. Nereniz og'riyotdi? Oy, mana shu og'riydamish. Ay, mana sizni doktorxonaga qilib operamdim ya, bek og'rib ketgan bo'lsa, ashtaqlayla. Ya, bo'ldi. Bunda chaqaylang. Hozir siz bunda tutib qo'ygandan salla maza saqib qoldi. Bizlar sara yerda qaylang, kali qo'yib jiq so'qib kunab ketgan badan bu yaxshi chiqdi. Chamish yaxshi. Yaxshi qoldi, yaxshi. Voy, qo'rqitdingiz deyman. Baxman. Og'irmidimi rasta? Ya, saqib qoldi. Doktorxonaga bormi saqim bo'ldi, shundami? Bo'ldi. Ha, undan siz mening qilgan ishim bordi, qarangsan oldiraydim. Men mangashtiray, ya. Nima qilaysa? Chiroyli qizlar arab chiroyli ketimlaydi ya bu. Ojo! Uy. Voy, hozirda og'irmidi deyotgandingiz-ku? Bek og'ir kitlarmi? Ishchi zaxmi yeb ketgan o'xshaydi mana shuni. Undami qilaman-da. Ya, ishchiga o'xshaydi tutaqam yana. Bekroq tuting. Misha og'iryotamda. Voy, qanday qilaman? Qanday qilamiz endi? Bunday qilaqaylam siz ketib qolib qolsangiz, o'tirib og'ir yeb ketmayman. Bizdan turishib turing, ammo yaxshilab qolganim men. Haqmi ya? Ketib ham qolsangiz chataq chiqdigandek turdi. Istaqilli. Xili bir jalliq mashina olibsiz, o'zingiz men chiroyli qiz bola ekansiz, bir baynan qiz o'xshaysiz, ammo qimmat mashina ekan, meni so'qatmaysiz ishim bo'lmadi. Endi baynan qiz deb ketganmi, bo'lmaydi. Shu turishib topgan pulimga olgan mashina bu. O'zingiz olgan mashinami shu? Ha. Ocho, siz ham chiroyli, ham tirishchan qiz bola ekansiz, men qo'l qo'ydim, ammo shadim shunday qiz olib akalar. Nima xizmat qilsangiz? Bo'shan sotaman. Bo'shan? Ha. Mayli qilmanchilik, bensinni keyin soldiganmi ya? Voy, yo'q, u bo'shan emas. Sug'urta sotaman, sug'urta. Ha, sug'urta. Bizga yezi qishloqda qali qo'yliq olib qo'ymiz hamda ulab kes to'lam berdi. Shu mal yejirimni to'shtirgan bir talla san qolgan tutanga. Shuni o'ylab, men sizni so'qib qo'yibdiman emasmi? Toshquzgan 5-6 san qolgan bo'lsa, meni machaq qilib, mejiblam yo'qlaq qilib ketarkansiz aqchani. Yey. Voy, sizni so'qib o'tib ketgili bo'lamdi. Bir ash o'pqas qanday qilatdim? Shu. Nima bo'lsa, hech bo'lmadi danga sizga. Hech bo'lmadi. Jinim chinkan-a meni. Shu bana tanishib qoldik-da. Unda qarsam siz bu shahardagi emasda qilsiz-a? Yo'q. Men shahardchilarni uzun bo'lmadi. Men ham qo'tanni bir ancha-muncha bir topoq bir kallirmada qaylan. Shuni setab jinachina. Pul qilib shahar bunda bir o'ynab chiqatgach bir ma'bad tutamish, bir uylik o'chaqli qo'yib qolaymi deb keldim qaylan. Bugun mana o'ylimga yerdan siz so'qiyotdingiz, sizga so'qilib ketib qoldim emasmi? Tanishib qoldik. Men so'qiyotdim. Yo'q. U topoq sotgan pullarimizni xajlab bo'lmagansiz-a, aqchan? Ya u bataqa, men ma'bad tutib, bunda bir uylik o'chaq qo'ygan xashlaymiz deb qo'ydik. Shu bo'shan degan narsa sitib olgam yaxshi juma bir hisobda. İşte so'qilib ketgan vaqtlar bo'shan asqatib emasmi? Bo'shanmi? Rost. Meni siz sug'urta olmadingiz-ku deyman-a? Yo'q, sug'urta deb nima qilamiz? Bizning mayda bir chiroyli qiz bolamiz bundan mashina haydab yurgan. Shu qo'y qala so'qiyotmizdan boshqa vaqtda bexatar yurimiz biz. Voy, o'slarni o sahroda so'qmagan bilan, vashaysiz mingdan bir satan qizlarning mashinasiga so'qilib ketgan ish chiqdi emasmi? O'g'irasanda shahada chiroyli qiz bola mashina ras chiqaydi ekan. Shu ashdan mashinalar so'qilib ketsangiz, bizning mas sug'urtachi qarang. Shu sizning davolanish pullaringiz ko'tayganisiz, yana sizga to'lab beradi deyman. Rost. Shahada chiroyli qizlar yomon chiqaydi ekan mashina. O'lib ketib qolsangiz-ku, nurg'un pullarga erisiz endi. Og'zingizda shitmayotgan, ulab ketib qolsam kim xashlaydi bu pulni? Voy, endi sizga taylaylik odamda qilasiz. Navoda, Navoda o'lib ketib qolsangiz, endi xotin bolalaringiz nurg'un pul qoldi emasmi? Hay, tilingizni torting. Men bir shaharga ma'bad tutib, uylik o'chaq quraman deb, unda da'vatimiz sizga men boytaq. Voy,
Ha. Rost abaytın şəhərli qız oldum. Birəsilə toy qılsam bulatı davatqandınız, Sət olaptı. Şəhərdim oğa, sizdə çiraylı qızlar xeyli jıxkanmamız. Müş bana tanışıp qaldık, çıxışıp qalamdıq, Voy, yaxşı tanışıp qaldıq Ha, bana. yaxşı tanışıp Voy, qaldıq. siz məni xoş qılıb, boş yerni setiyorlar, Vay Abdullah, o boşanma yaman kerk olmasa şunamı Voy, ya? ma ağırlıqlarınız saqayıp qaldı mı ya? Kızlar, boş yerni setiyorsunuz. Bunundaki maşınlar sokulub qalsınız. Xatırcam yürüsüz emas mı? Bundan sonra yıllık neç bul şuna? Voy, qimmat emas. Arallı 100 koy. 100 koyma. Bundan sonra ben bir yüzünüzde 1 yıllık boşan setip alıp koyacağım sizden. Yey. Voy, endi 1 yıllık deb жүрmey, 10 yıllıkni bir aqli setip almamsiz deyman. Nimish 10 yıllık setip alsanız 10 yıl xatırjam yaşamamsiz. Shundam ya? Ya oğlum şu anda. Mana qilaylik. Ünduдар numarimni qo'shinglar, shunda yaxshi tanishib qoldik. Buningdiki men undudar olgandan keyin aloqa qilishib turibmiz deyman. Tamam. Akillar, men sizga kirgizib beray undudar numarimni. Mana. Shu mening undudar numarim. Şunu deyim, to'shanlarning chiroyliligini. O'zingizdek chiroyli, Undaq bo'lsa, qarang, men to'xtamni olay, Vay yak bo'ldi, bu kichik ishligim to'xtam tuzib yurmaydi. Saqayib ketdimi? Azim qilmayman, azim yo'q, davoyim yo'q. Voy, yo'q. Men bo'shandan to'xtamin deyman. To'xtab turinglar, hozir olay. Bir chiroyli qiz olib tanishib qolgan, muhabbat ko'p qilaman men. Mana. Bununchi qarang. Tutinglar. Mishagiga imzo qo'yinglar mana, mishagilam. Aynen nişan qo'yinglar mana. Meni ismingiz yozsangiz ham bo'ldi. Bo'ldi mana. Mavarqi sizda qoladi. Mana menda qoldi. Haylan, endi men boshangni bir to'xtam tuzib emasmi? Musha men toz o'qiyolmayman qaylarmish xatlarni. Menga bir o'qib tushuntirib qo'ymaysiz tafsili? Telefoningizni izlash tarjimoni bormi? Bo'lmam teka. Shayk turishdan burilib qachlab qolganman. Bor bo'lsa, ash izlash tarjimonida chassida bir parcha rasm topsangiz, hammasini tarjima qilib berdi deyman. To'g'ri? Mana. Mana emasmi? Qolgan tushunmagan yeringizni qarang. Kechda ayrı tomoq yegash men sizga tushuntirib qo'yay. Shundami? Men undudarga qachilishib oldi. Kechdan men ko'rishib qo'g'olarni yebganman-da. Qo'g'o yemda? Ma'qul. Ma'qul. Undudarga qachilishib oldi. Unda sa bo'shandan pulni undudarga ham etratmansiz. Etdi, nech bo'ldi? 1400 so'm bo'ldi. Bayan taqib yillik 100 koy degan to'g'ri uni. Yey, men sizga e'tibor qilib 1400 so'm bo'ldi emasmi? Boshqa odamlarga e'tibor qilmayman. Mang to'yuz, mang. Ana, qaylan ketdi. Mana. Undasi-chu qarang, meni ayolib bijirgan ikkita ishim bor-da, qarang. Shaqqada bichirayotganman-da, siz meni birdan cho'ygilab tursangiz, anan keyin undudarda aloqa qilishib, kechda bir qo'g'o yeyildim. Qo'g'o yeyildim, ma'qul. Kech ketmam nima? Voy, men taqib turqim bir qarab beqan, qichib qilgan odamda ko'rmagandim. Chata yo'q sizda, chata yo'q. Puldan sizdan mang'ashtiray, saqlaydim. Ma'qullansa, xo'sh. Atat qilg'ini qaylar. Shahdim bunday qizlar ekan. Adresni aytasiz, nima bek saqiltiratmay. Buldu, men sizga undudarda adresini aytib beray. Shayga berib o'ltirib tursangiz, yo'ldishim ishdan tushgan chog'da uchimiz birlikda qo'g'o yeyilajmi hamsa? Ma'qul. Ma'qulamiz, xo'sh. Ma'qul, avaylabman. Shahdim bunday qizlar bor ekan-ya. Mehmon qilim deydi. Muhabbat qilib qoldim nima mushturqimda? Qo'g'o yeymiz. Kechda adresini aytib berma. 20 bilan bormiz, uchimiz bilan tamoq yeymiz. Biz 20 bilan borman deydi ya, voy. Cho'kan uchrabdi menda men. Voy, sarali tompa. Yana qo'yalding degina. 1400 koy taqa. Hay, aqbasata. Uy, ay.